Bolalar barchaga salom. Bugun sizlar bilan birgalikda Edinazar 106 kartasini bepul olishimiz mumkin va undan tashqari boshqa yangiliklar bor. U to'g'risida video davomida gaplashamiz. Demak, ketdik. Kart shishasini oldik va extra time to'g'risida sizlar bilan gaplashib o'tib ketmoqchiman. Demak, bolalar, bu yerda ko'rishimiz mumkin. 05 extra time tokenlarini yanagi oyning 20-chisigacha, ya'ni 11-oyning 20-chisigacha ishlatsak bo'lar ekan. Ya'ni Anniversary event tugagandan keyin 05 tokenlari yo'qolib qolmaydi, bemalol yig'sak bo'laveradi. Keyingi eventlar uchun ham ishlatsak bo'ladi degani bu. Endi shu tokenlarni yig'ish to'g'risida bitta layfhak aytib o'tmoqchiman sizlarga. Almashuv bo'limiga o'tsak, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Qaranglar. 106 kartochkadan boshlab, mana 106 dan 1000 ta token beryapti. 108 gacha 1000 ta token beryapti, ko'ryapsizlar. Endi futbolni sentrga o'tamiz. Agar siz tokenlarni yig'ayotgan bo'lsangiz, futbolni sentrdan mana bu to'tish kartalarni 106 kartochkalarini olsak bo'ladi, do'stlar. 180 tadan 180 ta almashinuv jetonlariga 106 kartochkalarni olib, bemalol 1000 ta tokenga almashtirsak bo'ladi. Bu yerdan 108 olish shart emas. Bu bitta layfhak edi. Endi keyingi yangilik Anniversary eventiga kiramiz. Va ko'rib turibsizlar, mana bu yerdan bizga yangi nabor gadavshina qo'shilibdi. Mana bu doim bizda qolib ketadigan jetonlar bor edi-ku, doim yig'iladi, keyin event tugagandan keyin bu prosta yo'qolib qoladi. Endi shunga bizga bizni eshitibdi va shunga bizga mana bu kichkinagina naborcha qo'shib qo'yibdi. 200 tadan ochsanglar bo'lar ekan. Bu yerdan ko'rib turganlaringlardek ushbu fragment yoki shu narsalarni tushirib olsanglar bo'lar ekan. Menda kecha 2000 tadan oshiq bor edi, hammasini shu yerga tiqib yubordim. Bu mana основnoyda ikkinchi vkladkada turibdi. Bemalol kirib ishlatsanglar bo'ladi. Endi o'yinchilarning prokatchasi almashibdi. Menimcha bu degani kakali futbolga qarab ketyapmizmi deyman, chunki hozir nimagaligini sizlarga ko'rsataman. Ringga kiramiz. Va ko'rishimiz mumkin, ikkita varatar turibdi. Bunda Alissonning kartochkasida varatar libero deb yozilgan, masalan, to'g'rimi? Buni prokatchkasi varatar libero bo'lar ekan. Endi Kurtuvaga o'tadigan bo'lsak, Kurtuvada stopper turibdi, ko'ryapsizlar. Napadaychilarda ham xuddi shunaqa. Mana Ibrahimovga kiramiz. Ложная девятка. Henryga o'tadigan bo'lsak, bu yerda mana продвинутый нападающий deyapti, ko'ryapsizlar. Endi bu degani biz oldin har bitta o'yinchini fintiga qarab olgan bo'lsak, masalan, qanaqa fint qiladi, 360 gradusmi yoki ложный переступmi, shunaqa fintlar qiladigan bo'lsa, endi o'yinchilarni shu qandaydir o'zini xarakteristikasiga qarab ham olamiz shekilli. Demak, do'stlar, keyingi yangilik yangi qo'shilgan event to'g'risida. Mana bu Libertadores. Men to'g'risi bunga уже sarflamayman. Hech narsani, mana meni ko'ryapsizlar. Уже 33 mingta va 33 mingtaga emas va 1,5 mingta FK Points bor. FK Points men Peleni звездный abonementini oldim va shu yerdan menda FK Points bo'ldi. Atak men ham uncha donat qilmayman. Men Kurtuvani olmoqchi edim. Kurtuvani kartochkasiga keyin hisoblab ko'rsam, baribir yetkiza olmayman ekan. Menda hozir где-то 600 tacha bor. Lekin menda o'sha 6 kun vaqt qolyapti. 6 kun masalan men 3000 talik paketdan olsam, u yerdan 107 kartochkalar tushadigan bo'lsa, где-то 60 ta 70 ta token yig'aman. Shu bilan hech qayerdan hech narsa yig'a olmayman. O'ta katta narsa rasxod qilishimga yoki yana donat qilishimga to'g'ri keladi. Shuning uchun men уже to'xtatdim va ko'rib turganinglar bu meni sostavim. Men Milinkovic Savishni darvozabon Shchesniyni o'rniga olmoqchiman 300 ta tokenga va shu bilan Anniversary eventini tugatmoqchiman.
Endi Libertadores eventiga qaytadigan bo'lsak, nimaga men buni o'ynamasligim sababi, qaranglar mana. Bu yerda mana ko'rishinglar mumkin. Hozir men sizlarga bularni olib tashlaymanda ko'rsataman. Mana ko'ryapsizlar. Bu yil chiqqan o'yinchilar mana Zico, Riquelme, Veron chiqmadi adashmasam, Garrincha, Vidal bor, mana. Shu o'yinchilar mana bundan oldingi yil ham chiqqan. Endi bu yerga Marcelo bu yil qo'shilibdi. Balkim yana yangi o'yinchilar qo'shar, qandaydir bilmadim, lekin bu yerda ko'radigan bo'lsanglar, normalniy o'yinchilar chiqmay ekan, ham tokenlarni yig'ish ham menimcha qandaydir boshqacha. Shuning uchun men уже buni to'xtatdim. Hozir men sizlarga o'tgan yilgi o'yinchilarni ko'rsataman. 2024 yoki 23 ko'radigan bo'lsak, mana chiqqan o'yinchilar xuddi o'sha o'yinchilar bugun ham, bu yil ham chiqdi. Shuning uchun men bu Amerika Kubogiga qiziqmadim. Kubogiga prosta to'xtatdim. Endi hamma narsani yig'ishni boshladim do'stlar. Va extra time tokenlari bo'yicha yana bitta jirni joy qolib ketibdi. Shu joyni ham sizlarga ko'rsatib ketaman. Demak, Zolotoy miyachga o'tamiz magazinda va ko'rishimiz mumkin. Bu yerga 1,5 mingta Games evasiga kuniga 2 marta pak ochishimiz mumkin ekan. Bu yerda 106 plus o'yinchilar tushar ekan. Agar 106 kartochka ushlasak, bu degani 1000 ta 05 extra time tokeni degani. Agar 109 plus ushlaydigan bo'lsak, o'sha bu ko'proq. Masalan, bilasizlar, extra time juda ham foydali joy bo'lib qoldi. Masalan, u yerdan o'tgan videolarda ko'rgan bo'lsanglar, men 100 ta, 120 ta Anniverse tokenlarini yig'dim do'stlar. Shuning uchun men extra time tokenlariga e'tiborimni qaratganman. U yerdan bizga yangi eventlar uchun yaxshi tokenlar taqdim etilyapti. Shuning uchun agar sizlarga kerak bo'lsa, menimcha bu yaxshi variant deb o'ylayman. Balkim bu yerdan 113 o'yinchilar tushib qolishi ham mumkin. Shuning uchun ushbu paklarni ham ko'rsatib qo'yganim yaxshi do'stlar. Agar savollar bo'lsa, ushbu video ostida kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Hammaga omad.